Bu videoni hovlilariga Messi Majdevelnikka ketgan hoji akamlarga srochniy yuborib qo'ying. Chunki bizda natijada Arizonskiy kiparis kelgan Italiyadan haqiqiysi. Buni farqini video davomida sizlar bilan ko'rib chiqamiz. Birinchi bo'lib Italiyadan keltirilgan Arizonskiy kiparis ko'rib chiqamiz. Ichlarini ko'rsangiz bo'ladi, zich o'sadi. O'zini rangini umuman yo'qotmaydi. Eng asosiysi kechqurun mashinani farasi tushganda o'zidan xuddi fosfor effektini tarqatib yoritib turadi. Obzorimizda davomida bo'lsa, O'zbekistonning Messi Majdevelniki. Bu daraxtimiz Surxondaryoda yetishtirilgan, Toshkentga keltirilgan va kimnidir hovlisiga kelgan. Ko'rishingiz mumkin, u mutlaqo tarqoq o'sadi. Asosiysi tekis o'smaydi va ichidagi barglarini prosta to'kib tashlaydi. Endi savol, siz qaysi bir o'simlikni o'zingizni hovlingizga ekkan bo'lardingiz? Albatta, archa Italiyadan keltirilgan bo'lgandan keyin narxi ham birozgina qimmat bo'ladi. Ammo siz uchun hamyonbop narxlarda Pianta Gardendan sizga bu archani taqdim qilishga tayyormiz. Bu videoni hoji akamlarga yuborib qo'ying deyotganim, ular daraxt puliga emas, ko'rinishiga qarab xarid qiladilar. Pianta Garden'da sizni kutamiz.